Bu video sizlar uchun alohida agar amerikanskiy bolalaringlarning pasporti tugagan bo'lsa, mana menikiga o'xshab, mana meni qizimni 5 yillik pasporti tugadi. Yangi pasport qildim. Men hozir yangi svejiy informatsiyalarni sizlarga beraman. Qanaqa dokumentlar qildim, qayerga bordim, necha pulga tushdi, shu hamma informatsiyani bu videoda sizlar bilan ulashaman. Qani ketdik. Amerika pasporti yangilash. Sizlarga aytaylik, mana yozib berdim, shunday tushish uchun. 16 yoshdan kichik bolalarga DS11 formasini to'ldirasizlar. DS11 formasini saytga kirib, men bu yerda qoldiraman informatsiyasini, uni pastda ham caption degan joyda ham informatsiya bo'ladi. Shu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Yo'q bo'lmasa agar kompyuterda yaxshi bilmasanglar, appointment qilgan joyga borsanglar, o'sha yerda o'zingizlar oldinroq boringlar, oldinroq vaqtida. Lekin masalan qilardim, oldindan to'ldirib borishinglarni. Lekin men lichniy, meni o'zim ekspertizada vaqtim bo'lmadi. O'zim vaqtliroq bordim. O'sha yerda o'zida berishdi. Men o'zim yozib, to'ldirib hammasini qildim. Okey, 16 yoshdan past bolalarga har doim yangi pasport har 5 yilda tug'ilinadi. Bu shart emas. Agar Amerikan o'zida bo'lsanglar, bolalarga amerikanskiy pasport kerak yo'q. Agar Amerikadan chiqadigan bo'lsanglar-da, lekin men sal paranoyam bor. Nimadir bo'lib qolsa, glавное, nimadir bo'lib qolsa, misol uchun xudo ko'rsatmasin, har doim tayyor bo'lishni xohlayman. O'sha bolamning pasportini hammasini vaqt-vaqtida almashtirib turaman. Agar 16 yoshdan katta bo'lsa, DS82 formada to'ldiriladi. Bu pasportlar уже 10 yilga beriladi. 10 yilgacha kattalarga o'xshab. 16 yoshdan agar kichkina bolalarga DS11 formasini to'ldirib yoki уже formani olganinglardan keyin, agar ikkita ota-ona bo'lishi kerak. Metrikada yozilgan ota-ona, otasi, onasi, metonalar ikkita IDlari bilan, o'zligini IDlarini, driver license, pasportlari bilan borish kerak. Men misol uchun erim bilan o'zimizni driver licenselari bilan bordik. Bu agar bora olishmasa, bitta ona yoki ota boradigan bo'lsa, unda DS3053 anketasini, formasini to'ldirib, notarius qilib boriladi, nimaga bormasligini to'g'risida. Это bir. Ikkinchisi travel.state.gov ga kirasizlar yoki USPS pochtaga kirasizlar, o'sha yerda appointment zip kodinglarni qo'ysanglar, qaysi sizga yaqinroq bo'lgan pasport qiladigan joylar sizga chiqadi. Pasport qiladigan joylar misol uchun pochta bo'ladi, pochta emas. Undan tashqari bibliotekalar bor, bibliotekalariga, librarylarga borsanglar bo'ladi. Keyin clerk accountinglarda, clerk ofisiga borib qilsanglar ham bo'ladi. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'sha yerga appointment qilasizlar. Appointmentinglar mo'ljallangan paytdan 15,5 soat oldin borishinglarni men rekomendatsiya qilgan bo'lardim. Oldinroq borsanglar tez oladi-yu, agar kech bo'lsanglar olmasligi ham mumkin. O'shanga men har doim oldinroq bo'lishga harakat qilaman. Pasportga borishdan oldin misol uchun albatta rasm kerak bo'ladi, 2 inch pasportga yaqinlanadigan rasm. Men pasportga appointment qilganimda bolalarga pasportda rasm qiladigan joyga qiluvdim misol uchun. Lekin borganimizda, vaqtli borganingda appointmentga borganimizda eshitdiki, ularning mashinkasi rasm oladigan apparat ishlamayotgan ekan. O'shanga ham bizani yonida CVS ga yuborishdi. O'zingizlar oldindan qilib kelsanglar, bu muammo sizlarda to'g'ri kelmaydi. Lekin men undan oldin olgan pasport experience-larimda bolalarimga ularni menga rasmga oladigani CVS dan ko'ra ko'proq yoqadi, chunki flashkasi yorug'roq, chiroyliroq olinadi, kamerasi yaxshiroq edi. O'shanga men USPS ga bordim. Ular yaxshiroq qiladi deb, lekin ular mashinkasi ishlamayotgan. Tak что CVS ga keyin bordik. CVS ga rasm qilib $17 to'lab, ikkita rasm qildi. $17 ga, lekin bitta rasm yetadi, bitta dona. Agar bolalarga qilmoqchi bo'lsangiz, rasminglar, birth certificate yoki eski pasporti, ikkita ota-onani hujjati, keyin chekovый knижка kerak bo'ladi. Chekovый knижка yoki money order pasportga to'lash uchun. Pasportga to'laydigan bo'lsanglar, pasportni chekiga yoki money orderiga sizlar yozishinglar kerak. US Department of State ga deb chekni yozadigan joyiga yoki money orderga shunaqa deb yozishinglar kerak. Sizga pasport $100 ga tushdi. Knижкасini qildim. Bizni boshqa narsa qilganim yo'q. Oddiy knижка qilindi. Tez keladiganini vibrat qilmadim. O'shanga men faqat $100 to'ladim. Ularning servisiga $35 to'ladim. $35 kredit kartochka orqali to'ladim. United States of Post Service ga bordik biz. Misol uchun $35 bizdan yechib olishdi. Ularni mana shu pasport servis qilishganligiga. Keyin bizga trackaway nomer beradi. Transaction qilingandan keyin o'sha track orqali bilasiz, misol uchun sign qilganingizda xatga keldi pasport va bo'ldi pasport bilan. Keyin hamma aplikatsiya beriladi. Siz keyin bu aytilgan nomerlarga telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Tezlashtirib bersanglar ham bo'ladi. Tezlashtirib beradigan bo'lsanglar $60 ko'proq to'laysizlar. Men uni tanlamadim. Lichna men o'shanga oddiysini tanladim. U 2-6 haftada kelar. Misol uchun o'sha menga podpiska bo'linglar, obuna bo'linglar, like bosinglar agar bu video yoqqan bo'lsa, men keyingi postlarimda yana qo'yaman qanchalik kelganligi to'g'risida. Bu kabi svejiy informatsiya. O'shanga men bugun qilganimdan sizlarga bugunning o'zida kontent qilib bera olman, чтобы informatsiyalar chiqib ketmasligi uchun. Shunaqa. Okey, bordik, juda ham oson bo'ldi. Pasportni 20 minut ichida уже qo'yib yubordi, aplikatsiyani to'ldirdik. Men erim borib qo'l qo'ydik bola uchun. Bola ham o'sha yerda bo'lishi shart. Bola bo'lgandan keyin ko'rishadi, pasport aplikatsiya qilgandan keyin birth certificate, tug'ilgan guvohnomasini originalini ular olib qolishadi, pasportini ham olib qolishadi, eskisini, ular keyin o'sha pasportni anaqaga yuborishadi. U keyin qaytib keladi. Birinchi yangi pasport keladi sizlarga. Yangi pasport kelganinglardan keyin sizlardan chiqib qolmasin. Что birth certificate ham kelishi, agar kelmasa bizga telefon qilib, kelmadi deb follow up qilish esdan chiqmasin. Mana shu juda ham important. Birth certificate originalini yuborgan bo'lsanglar, ularga sizlarga qaytib kelish kerak o'sha original. Eski pasportni ham po-mo'yim qaytib kelish kerak. Bu birinchi marta qilishim. Meni katta qizim endi 6 ga to'ldilar. Mana ikkinchisini qolman, lekin eski pasport, men o'zim pasport qilganimda o'zimnikiga eski pasportim ham qaytib kelgan edi. O'shanga bu informatsiya
sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Agar o'rtog'inglarni bilsanglar, kimgadir pasport shunaqa informatsiyasi kerak bo'lgan bo'lsa, albatta yuboringlar, savob bo'ladi. Keyingi videolarda unda ko'rishguncha xayr. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.